Bir lahza tasavvur qiling, dunyo xaritasi jim, osmon sokin, radarlar ishlayapti, lekin hech kim asl xavf qayerdan kelayotganini sezmayapti. Aynan mana shu sukunat ortida texnologiya yashirincha harakat qiladi va butun muvozanatni o'zgartirib yuboradi. So'nggi paytlarda O'zbekiston nomi aynan shunday sokin, lekin ta'siri kuchli texnologik sakrash bilan tilga olinmoqda. Bu shunchaki yangilik emas, bu dunyo qarashini o'zgartiradigan voqea. Bu texnologiya portlashlar bilan boshlanmaydi, baland shovqinlar bilan e'lon qilinmaydi. U avval ongni, keyin strategiyani, so'ng esa kelajakni egallaydi. O'zbekiston dunyoni hayratda qoldirgan payt aynan shunda boshlandi. Hech kim kutmagan, hech kim oshkor gapirmagan, lekin barchani o'ylantirib qo'ygan bir yechim paydo bo'ldi. Bu yechim qurolning o'zidan ko'ra uni boshqarayotgan aql bilan xavfliroq. Tasavvur qiling, texnologiya shunchalik aniq ishlaydiki, qarshi tomon nima bo'layotganini tushunib ulgurmasdan vaziyat allaqachon o'zgargan bo'ladi. Bu yerda tezlik ikkinchi darajaga tushadi, kuch esa asosiy omil bo'lishdan chiqadi. Eng muhim narsa bu aniqlik, tahlil va oldindan ko'ra bilish qobiliyatidir. Aynan shu jihatlar O'zbekiston nomini global texnologik muhokamalarga olib chiqdi. Bu sirli tizim oddiy ko'z bilan ko'rinmaydi. Uni suratga olib bo'lmaydi, uni oddiy xaritalardan topib bo'lmaydi. Lekin u mavjud. U ma'lumotlar ichida yashaydi, signallarni o'qiydi, jim tahlil qiladi va qarorni insondan tezroq chiqaradi. Eng hayratlanarlisi shundaki, bu qaror hissiyotlarga emas, faqat aniq hisob-kitoblarga asoslanadi. Shu sababli u xato qilmaydigandek tuyuladi. Ko'pchilik bu texnologiya haqida eshitganida uni afsona deb o'yladi. Ammo vaqt o'tgan sayin savollar ko'paydi. Nega ayrim strategiyalar birdan eskirib qoldi? Nega ayrim kuchlar rejalarini o'zgartirishga majbur bo'ldi? Nega osmon ostidagi sukunat oldingidan ko'ra xavfliroq bo'lib qoldi? Javob esa bitta edi, O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan texnologik yondashuv barcha hisoblarni qayta yozdi. Bu yerda gap faqat temir va elektronika haqida emas. Gap tafakkur haqida. O'zbekiston muhandislari va ilmiy tafakkuri oddiy yo'ldan yurishni tanlamadi. Ular mavjud qoidalarga moslashmadi, balki qoidalarni o'zgartiradigan yo'lni tanladi. Natijada texnologiya nafaqat himoya, balki psixologik ustunlikka ham aylandi. Chunki noma'lumlik har doim qo'rquv uyg'otadi. Bu texnologiya ishlayotganini sezish qiyin. Ammo uning ta'siri darhol bilinadi. Qarorlar sekinlashadi, ishonch yo'qoladi, shubha kuchayadi. Qarshi tomonda esa savol tugiladi, agar bu tizim ko'rib turgan bo'lsa-chi, agar u allaqachon bilayotgan bo'lsa-chi. Mana shu savollar texnologiyaning eng kuchli qurolga aylanishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston dunyoni hayratda qoldirgani aynan shu yerda. Chunki bu texnologiya balandparvoz sho'rlar bilan emas, natijalar bilan gapirdi. U jim ishladi, lekin ovozi uzoqqa yetdi. U oshkor bo'lmadi, lekin sezildi. Eng muhimi, u kelajak haqida jiddiy o'ylashga majbur qildi. Bugun texnologiya shunchaki yordamchi emas, u qaror qabul qiluvchi kuchga aylanmoqda. O'zbekiston yaratgan yondashuv esa bu jarayonni tezlashtirdi. Endi har bir harakat oldidan o'ylashga to'g'ri keladi. Har bir reja bir necha marta tekshiriladi. Chunki qarshi tomonda ko'rinmas, lekin juda hushyor tizim borligini bilishning o'zi yetarli. Bu texnologiya faqat bugun uchun emas. U kelajak urushlarining qanday bo'lishini ko'rsatib berdi. Balki kelajakda portlashlar kamroq, lekin intellektual to'qnashuvlar ko'proq bo'lar. Balki eng katta janglar maydonda emas, serverlarda va algoritmlar ichida kechar. O'zbekiston esa bu kelajak sari ilk qadamni tashlaganlardan biri bo'ldi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu texnologiya haqida gap ko'p, lekin ma'lumot kam. Aynan shu sirli jihat uni yanada kuchli qiladi. Chunki noma'lumlik raqibni doimo hushyorlikda ushlab turadi. Bu esa strategik ustunlik degani. Shunday qilib, O'zbekiston dunyoni hayratda qoldirdi deganda, biz faqat bitta qurilmani emas, balki butun bir fikrlash uslubini nazarda tutamiz. Bu texnologiya shuni isbotladiki, katta kuch uchun har doim katta shovqin kerak emas. Ba'zan eng kuchli ta'sir sokinlikda, aniqlikda va aql bilan qilingan harakatda bo'ladi.
Va ehtimol ayni damda biz bu texnologiya haqida faqat yuzaki bilamiz. Uning asl imkoniyatlari esa hali oldinda. Eng muhimi esa shuki, bu voqea dunyoga bitta oddiy haqiqatni